Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari, hammangizga xayrli kech. Mana kech bo'lishiga qaramasdan dastavkalarimizni davom ettiryapmiz. Ko'chatchi gul sotadigan joylarga mana bu yagomlarimizni yetkazib beryapmiz. Qopli hamda upakovka. O'tgan safargi videoda 2 kun oldin video chiqargandik. Bu sotilib bo'ldi, 1,5 tonnaga yaqindi. Endi mana hozir qoplilarni yana olib keldik. Hozir kunda endi savdosi juda ham yaxshi bo'lyapti. Asosan bahor hamda kuz paytlarida biogomizga bo'lgan talab juda ham yuqori bo'ladi. Chunki hozir kunda mana teplitsa xonalarimizda ham ko'chat yetishtirilyapti. Har xil turda gullar yetishtirilyapti. O'shalarga ham biogomizlar zarur. Biogomizning xususiyati ekilgan ko'chatni asosan kasallanishini oldini oladi. Hech qanaqa hasharot tushmaydi hamda tezroq hosilga olib kelishini oldini oladi. Mana har xil turdagi gullar va osma gullar. Mana asosiy bularning tagiga mana o'zimizning biogomizlarimizdan solinib parvarish qilib kelmoqda. Mana sohaga qiziqqan insonlar, chorvasi bor insonlarga tavsiya qilamiz. Chiqqan moldan chiqqan yo'llarni qayta chuvalchayna yordamida qayta ishlab, ham ikki tomonlama biznesni olishingiz mumkin. Hamda birinchi navbatda atmosferani zaharlanishini hamda kuz paytida mana xazon rezgilik bo'ladi. O'sha yerda barglarni yo'q qilganda atmosferaga zahar chiqadi. Shu zaharni oldini olgan bo'lamiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent viloyati Toshkent shaharlarida bemalol dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Mana dastavka mashinalarimizni yetkazib beramiz. Upakovkali hamda qopli. Hammani ishiga omad, sog' salomat bo'linglar. Videoni kuzatishda davom etinglar.